Bir kuni o'tiribmiz-da, butunkada o'tirib bakrashkani ko'rsam bu 05 ekanda, 1,5 deb o'yladim. Kumon! Mana qaranglar, mana. Nabira muborak onajon. Otangizni yo'qtorki. Ota, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zaynab. 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 Atak menga bu. DJ. Assalomu alaykum, hurmatli bizni ko'rayotgan aziz tomoshabinlar. Buni kim ko'ryapti bilmayman, lekin kimdir ko'radi. O'tgan yilchi shunaqa video olganmiz, lekin 100 odam ko'rdimi? To'ppa-to'g'ri. Nechta ko'rgan. Xullas, azizlar, mana hozirda bugun 3-sana 29-oktyabr. Haftaning chorshanba kuni. Kech bo'lishiga qaramasdan, soat 8:30 bo'lishiga qaramasdan biz mana hozir jamoa bilan xingir qilib o'tgan kunlarni olib chiqmoqchimiz. Demak, o'tgan kunlar drama emas, bizda hozir qivizga aylanib ketdi. Komediyaga aylanib ketmoqda. Qiziga tayyor ideya. Qiziga ideya-da. Rosa shoqolod kerak. Boram. Ichib ol buni, ichib ol. Atalay ichib ol. Sting ko'payadi. Qani bolam, qaynoqqina ichib ol. Ustinga sut qo'shiladi. Shuni hisobiga azizlar, hozir tayyorgarlik juda ham avjida. 2 kundan so'ng 1-noyabr kuni ushbu o'tgan kunlar asari qo'yiladi. Yodani sarmaz. Xingirlarda sizni ovozingizni eshitilmay qoladi. Eshitiladi mana ovozi. Xullas, o'sha joyga o'sha ozgincha qoldi, xolos. Hamma charchagan, o'shanga kulib chiqib bordi. Bizda ishtirok etgan hamma yaxshi bo'ladi. Qanaqasi? O'zi kichkinamda. Qarsinglar. Mana nihoyat yangi ruxsat berdi buni o'tkaga. Keldik ana. Ha, olinglar. Xullas, bugun o'sha teatr boshlanishiga ro'pparosa mana bugun tugadi. O'sha ertaga o'tgandan keyin indinga ertalab biz birinchi bo'lib sahnaga chiqamiz-da. Birinchi bo'lib Jeribovka, ya'ni qur'a tashlashda birinchi bo'lib biz chiqadigan bo'lamiz. Shuni hisobiga mana bugun Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining talabalar turar joyida osh, ya'ni rektorimiz tomonidan osh qilingan talabalar uchun va bizning ustozimiz shodaga bizlar o'ylagan holda mana repetitsiyaga talabalarga osh berdim. O'tirib olgan qara. Boshqa beringlar. Xullas, azizlar, hammaga yoqimli ishtaha va biz repetitsiyani undan keyin ertaga davom ettirib, shu bilan indinga barchangizni kutib qolamiz degan video. U umumiy videoga qo'yiladi. Kuzatishda davom etinglar. Osh yeylik. Osh. Sizga bu safar qo'shig'im bermayman, xafa bo'lmaysiz. Kulinglar. Boshlang. Ana. Oshni qo'lda yeyishni birinchi sir bilasizlarmi nimada? Birinchidan sanib tomog'ingni kuymaydi, og'zingni kuymaydi. Nimaga? Chunki bunda qilganida magnetik nerv tolalari borki, miyaga signal beradi-da, osh issiq deydi. Boshlaylik. Sekin uf qilib chiqasizlar. Ana. Xullas, shuncha narsalar, hozir ishoninglar, miyamda o'tayotgan narsani his qilgim kelyapti-yu, uni kimgadir gapirishim kerak. Ana shuning uchun men sizlarga gapiraman. Chunki sizlarga gapirsam, u oradan yillar o'tgandan keyin uni ko'rsam bo'ladi. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum hammaga, xayrli kech azizlar. O'sha bugun 31-oktyabr, ertaga 1-noyabr va 1-noyabr kuni biz universitetda talabalar teatr studiyasi bo'ladi. Fakultetlar aro har bitta fakultet o'zi tanlagan asarni, spektaklni sahnalashtirib chiqadi. Va biz esa o'tgan kunlar Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlarini tanladik. Xabaringlar bor, oldingi videolarda ko'rdinglar. Sal bo'lsa ham tushungan bo'lsanglar kerak. Va o'sha bugun 31 mana hozir hamma narsalar olib chiqilyapti o'sha joyni ko'rasizlar. Va nima desam bo'ladi? O'sha tayyorgarlik avjida. Alhamdulillah, hozir juda ham ko'p narsa, nolni narsani sizlarga ko'rsata olmadim. To'g'risi, miyamga sig'madi bu video olish, boshqa narsa qilish. Lekin tayyorgarlik juda ham katta. Lekin Xudo xolasa ertaga biz birinchi bo'lib chiqamiz. Tasavvur qilsanglar, birinchi bo'lib biz chiqamiz.
mikrofonlar, dekoratsiyalar, hammasi keldi. Bolalarning o'zi sho'tdi. Ziyon yo'q. Xullas shunaqa azizlar. Xudo xolasa ertaga hammamiz yuzimiz yorug' bo'lsin, ilohim eson-omon topshirib olish nasib qilsin. Chetga bo'ladi. Mana shu narsani gapirmoqchidim. Eng muhimi ertaga vaqt turib yetib kelishim kerak. Mana quloqga qilinadigan mikrofonlarni tekshirib olishimiz kerak. Ilohim yuzimiz yorug' qilsin. O'z yo'limizni ochiq qilsin. Shukrimizni oson qilsin Allohim. Sizlar esa kuzatishda davom etinglar. Qani bundan keyingi nimalar bo'lar ekan? Sizlarga zo'r-da, bitta ko'rsanglar ko'rib ketaverasizlar. Bundan esa 3 kun 4 kunlab oldingiz songa qilishimiz kerak. Tutay ajdod bobolaridek qilgan tafakkur xalqim. Xullas avjida, вообще avjida bor-ku. Hamma yonayotibdi, hammasi. Buni qanday ol? Bu yoq. Soatimiz hali soat 8-9 bo'lishga ulgurmadi. Biz yana 8damiz. Biz kechqurun 12da chiqib ketdik. Eng qizig'i aka, yildan yilga ko'rayotgan bo'lsangiz, talabalar teatr studiyasi fakultetlari orasida katta jangga aylanib boryapti, to'g'ri? O'zi shunchaki yuzaga o'tkazadigan narsa-da, lekin iqtisodiyot universiteti bo'lmasa, fakultetlarchi shunaqangi bir-biri bilan jangga kirishyapti. Bu shu teatrgacha dekoratsiya bo'yicha, repetitsiyalar bo'yicha qo'yqomasizlar deyapti, to'g'risi. Ko'rib maza qo'yaman, nima? Jang bor-ku, ishoninglar. His qilish boshqacha narsa-da. Hozir sizlar hamma o'sha kelib pitir nimadirlar qilib yuribdi-da. Pitir. Hali aytda seferga kelgan odamlar kelmaganda, lekin bo'lgan. Ko'p. So'rashsa bizdan qattiq imtihon qilib. Xullas-da. Azizlar, kuzatish davom etinglar-chi, qani nima bo'lar ekan. Oy kabi yuzlari, kamol qoshlari, bek cho'chib qochishlar, kulib boqishlar, Bek, oshiq. Bek, bir necha kundan beri xomushroq ko'rinasiz. xomushroq ko'rinaman. Sizga ham bilindimi? Bilmadim. Balki Marg'ilonning havosi biroz mijozimga to'g'ri kelmay turgan ko'rinadi. Ha, aytganingizdek havosi buzuq ekan. Marg'ilondan tez jo'namasak, men ham ishdan chiqadirganga o'xshayman. Bilmadim. O'g'lim Otabek. Labbay. Aytingchi, men sizni kimingiz bo'laman? Siz? Ha, men. Siz mening otam bo'lmasangizda, lekin meni otalik mehri bilan sevuvchi yaqin kishimsiz. Ya'ni ma'naviy otamsiz. Barakalla, o'g'lim, barakalla. Javobingiz o'z o'ylaganimcha. O'g'lim Otabek, Labbay ota. sizni mendan yashirib yurgan biror siringiz bor. Sizdan yashirib yurgan bir sirim bor. Bor o'g'lim, bor. Agar yaqin kishim deb o'ylasangiz, o'sha sirni mendan yashirmasangiz. Bo'lmasa kashfingizni so'zlangiz. Marg'ilonga kelgan kunlardan boshlab sizda qiziq bir holat bor. Siz bu holatni Marg'ilon havosi yoqmadi deb ta'bir qilsangiz ham, men bundan boshqa narsa payqayman. Xo'sh, davom etingiz. Siz bu sirni yashirmoqqa urinasiz. Yashirmoqqa ham balki haqqingiz bordir.
shu kuyni sir saqlash bilan biror bir natijaga erishish mumkin. Aybi yo'q o'g'lim. Muhabbat juda oz yigitlarga muyassar bo'ladigan yurak javharidir. Shu bilan birga juda ko'p kishilarga zarar ham bo'lib chiqadi. Shuning uchun ko'z sarf qilib bo'lsa ham unutish, ko'p o'ylamaslik kerakdir o'g'lim. Unutish axir unutish mumkin emas-da. Onasi, Oh, nafay. qani bir kelingchi. Yo'q, bismillah. Abu, qizingiz ko'rinmaydi. Ha, sovuq havo tegdirib, bosh og'rig'i, ko'z tilishiqqa o'xshash og'riqlardan shikoyat qilibdilar. Ortiq urinmasin, biroz dam olsin deb ketgandilar. Namozga ham uyg'otmagan edi. Assalomu alaykum. Ye, alaykum assalom. Qani, kel. Qani? Qani kelchi. Tuzuksan qizim. Yo'q otajon. Boshim hamon og'riyapti. Qani. Hali siring bor. O'zingni tejat. O'rningni qalin qilib burkan. Terlasan yorishasan qizim. Qani. Mana bu choyga asaldan qo'shib qo'ychi. Qani. Barakalloh. Ye. Hozir. Allohu akbar. Hozir. Assalomu alaykum. To'ybeka, kechagi mehmonlar qanday kishilar ekan? Tanidingmi? Voy sizga aytsam, yosh mehmonni ko'rmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Biram ko'rkam, biram aqlli, tag'in hammadan yuqorida o'tirar emish. Yoshi ham ko'rmagandi. Tag'in mo'ylovi inigina chiqa boshlagan. Sizga kuyov bo'ladigan yigitga o'xshaydi, aylaning. Voy, eshitdingmi Kumush opangning gapini? To'ybeka senga er topibdi. Sen bo'lsang boshim og'riydirgan deysan-a? Qilgan xizmatlaringizni bittasi endi menga er topshirdi. Hoy singlim, sen uni bilmaysan. Sen avval uni bir ko'rganda deb ketavergin. Shu yoshimda men ham unga tegib olgim keldi. Tezroq tegib oling unda. Koshki men unga tega olsam. Bilmaysan-da, men unga hech ham arzimayman. Sen bo'lsang, u bilan tenglashar edi. Aytishadi-ku, tengi bilan tezak topib. Men mehmonlardan bir xabar olay. Ancha yengil tortdingmi qizim? Shukur, ancha yaxshi. Sen o'zingni urintirma. Bor, ichkariga kirib uxla. Xo'p. Qani, o'tir. Sen hali eshikdagi sovchilardan xabarsizdirsan. Hayırlı bo'lsin. Kimlar sovchi? Kuni kecha Toshkentlik bir savdogar yigitdan mehmon qilar edik-ku. Ha, To'ybeka maqtab esib ketgan yigitmi? Ha. Musofir-ku. Musofir bo'lsa maqtdi. Yigitning o'zi ayni biz istagan, qidirgandek-ku. Unisiga otasi ham begona. Toshkentlik Yusufbek hoji. Shu sovchilarga roziligimizni bildirib, Kumushni Marg'ilondan olib ketmasligini shart qilaylik. Agar shartimizga ko'nsalar, bir bolamiz ikki bo'lib, ayni o'zini buddomiz. Yo, qabul qilmasalar, unda kinalari o'zlaridan bo'lsin. Shunga nima deysan, onasi? Ha endi musofir. Voy, biz qanani kuyov qilmaymiz.
Bizga chin yigit kerak. Odamlar qizini musofirga beribdi deb gap qilsa, qilaversin. Allohu akbar. Onasi. Jonim, Ushlamaysiz. nega qochasiz? Nega qaramaysiz? Siz o'sha Men o'sha. ko'zlarim g'ashaqmi? Men ham Marg'ilonga kelganimning 2-kuni. Ariq bo'yi. Sizning ariq bo'yi. O'shanda shoshib chiquvchi bir go'zal qizga ko'zim tushib qolgan. Ariq bo'yida qotib turgan yigitga qarab qoldim. O'shanda ikkimiz ham bir-birimizga beixtiyor qarab qoldik. Nimadandir cho'chib, ichkariga qarab cho'par ekanman. Ariq bo'yida qotib turgan yigitga yana bir bor kulib qo'ydim. O'shanda menga shiringina tabassum ham hadya qilgan edingiz. O'shandan buyon xayoliy bir go'zal qizni istab xayolimda. Ko'zlarimga ishonmayman. Siz bo'lganlaringizni ilgaridan bilganim derdi. Boshqacha qarshilardi. Boshqa deb o'yladingiz. O'ylash qayerda? Siz bo'lursiz deya hayolimga ham kelmagan edi. Kumush kutilmagan baxt. Endi menga bunday o'g'il kerak emas. Oq suvni oqqa, ko'k suvni ko'kka soldim. O'z boshimcha beti yo'q. Hay, otamisiz, nimasiz a? Bu o'g'lingizni Marg'ilonlik sehr qildimi, jobu qildimi? Hayt-o'g'il. Siz shu yo'sinda o'tiraversangiz, erta-indin o'g'ildan ajralasiz. Bu kalbak o'g'lingiz Marg'ilonning uyiga qul bo'lib yotib qoladi. Qo'yaver. O'zi sog' bo'lsa, bir dunyosini topar. 15 kun o'tmasdan yana safar. 15 kun o'tmasdan meni yolg'izimdan judo qilgan, iloyo suyganidan judo bo'lsin. Amin. Alloh. Onasi Siz o'g'il o'stirishni, o'g'il siyishni bilmadingiz. xo'sh, nima qildingsan endi? Biz Otabekni Toshkentdan uylantirib boshini bog'lamasak, uning Marg'ilon yugurishidan qutula olmasmiz. Ha. Toshkentdan uylansa suv qo'yganda aytinar, qoladi. Marg'ilonni balosini ham esdan chiqaradi. Qiladi-ki, Alloh, bir marta o'g'lingizga gapirishga va'da bersangizchi. hop. Va'da ham beray. Lekin sen nima shu? Mayli. Hasanali. Davray, Otabek o'tar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kel o'g'lim, kel. O'tir.
Haytovur eshitdingmi yo'qmi? Biz seni ustingdan ko'nish qilib qo'ydik. Shundoq. Aqlli kishilarning o'z o'g'illari ustidan qilgan ishlari nomaqbul bo'lmas. Barakalloh bolam, barakalloh. Xo'p, biz seni unashib qo'ydik. Axir uylangan edim-ku. Yana nima hojat, ota? Hasan Alining so'zi qadarinda qaynotang qizini Toshkentga yubormas edi. O'g'il o'stirib katta bo'lgan onangni bo'lsa, kelin qilsa keladi. Onajon, shu paytgacha kelinsiz yashab keldingiz. Bundan keyin ham shusiz bo'lardi-ku axir. Men seni shu umidda tug'ib katta qilmagan edim. Sen bizni naslimizni ko'tarishni o'rniga yerga urib bulg'ading. Biz seni Marg'ilonni balosiga shunchalik mukkasidan ketishingni sira o'ylamagan edik. Odobsiz. O'zingga qolsa o'sha andini xotin hisoblab ketaverar ekansan-da. Uyatsiz. Andi deganingiz nimasi? Ha, andi bu lo'lilardan tarqaganmi? Lo'lilardan tarqagan. Ha, o'g'lim, sen onangni gaplariga achchiqlanma. Sendan boshqa umid nishonimiz, hayot qonunimiz yo'q. Mayli. Agarda shu bilan xursand bo'ladigan bo'lsangiz, men rozi bo'lay. Lekin ko'ra turib, bila turib, bir bechoraga ham zulm, ham xiyonat. Mayli. Mening vujudim bilan xohishingizni qondiradigan bo'lsangiz, lekin yangi keliningiz oldida bir jonsiz haykalni tasavvur qilib ko'ringiz. Mayli bolam, mayli. Sen bu yog'idan xavotirlanmang, bolam. Huzuli ikki olamda muhabbat oshnosi bo'l. Muhabbatsiz kishining ko'ngli qishdir, aslo yoz bo'lmas. Zoli yaxshi kitob. Men ham bo'sh qolgan kezlarimda bu kitoblar boshimdan ololmas edim. Siz ham Kimga o'rgatdingiz? yig'labmanmi? Ko'zlaringiz, kipriklaringiz. Men rozi. Men ko'ndim. Nimaga rozisiz? Nega ko'ndingiz? Otamga Toshkentdan xat kelibdi. Kitobni nega yopdingiz? Oching, o'qing, men eshitay. Sizning ota-ona roziligini sizning ana shu tomchi ko'z yoshlaringizga zidmi? Men sizga ishonaman. Ko'nglingiz farishtalar ko'nglidek bo'sh. Sizning ham Ota-ona orzusi.
Labbay ota. Kimdan ekan? Qo'rqitmoqchi? Aka, Yo'q, hech gap yo'q. qo'rqitmoqchi dedingiz-ku, xat kimdan ekan? Xat kiringizdan ekan. Qo'rqitmoqchi bo'lib, ba'zi bir kinoyaviy gaplar yozgan ekan. Barakalla. Shu gap kechikishingiz bechora kelinga og'ir botib, kinoyalar yozishga majbur bo'lganda. Bechoraga juda og'ir. Kundosh xotin zotini o'limi deganda. Endi nima bo'lganda ham orangizda oson. Kallarni o'tkazib yurmaysizda, ha? Agar ko'nglingiz tinchimasa, siz ham bir kinoyali xat yozib berishingiz mumkin. Xat keltiruvchi ertaga bir xabar olib o'tishini bildiraman edi. Yaxshi ot. Agarda xat keltiruvchi kelsa ayting. Men ham keliningizga javob xat yozdim. Yaxshi. Bu Otabekning xati. Bu esa voy. Esonmisiz? Poshsha qiz. Assalomu alaykum. Keling. Bizni Karimboyning hovlari shumi? Shu. Siz kimlar bo'lasiz? Men qizlari bo'laman. Buni qarang. O'zingizga bersam ham bo'lar ekan. O'g'lim Toshkent bilan Qo'qon oralig'ida olib sotiq qiladi. Bu gal Toshkentdan qaytishda kimdir qo'liga xat berib, tezda Mirzo Karimboyning hovlariga yetkaz deb iltimos qildi. Ha, onajon, yo'lda ancha urindim. Adabsizlik bo'lsa ham sen eltib bersang deb iltimos qildi. Yaqinda kasaldan turgan bo'lsam ham zo'rg'ala topib keldim boshqa qiz. Mana. Hop. Yanglishmabsiz. Ichkariga kiring, choy qaynatay. Omon bo'ling boshqa qiz. Omon bo'ling. Ha, mabodo otangizni Toshkentgami, Qo'qongami xatlari bo'lsa, o'g'lim bajonidil eltib berurlar. Omon bo'ling, aylanay. Omon bo'ling. Uyatsiz! İnsafsız! Vicdansız! Uyatsız! Assalomu alaykum ota. Adab. Uyatsiz. Nimalar deyapsiz ota? Adab. Uyatsizdan mana bu uyimda joy yo'q. Ota, Adab. Siz bilan gaplashmoqqa ham toqatim yo'qdir. ota, axir nimalar deyapsiz? Qo'ying.
Mana eshigim yonida to'xtamangiz. Keting! Ota! Beadab! Beadab! Ota! Beadab! Otabek o'g'lim. Labbay ota. Eshitishimcha, Kumushguli sen bilan yashamoqchi. Har holda ko'z ochib ko'rgan. Agar meni otangga yolg'on bo'lsang, qaynotangdan meni quvladi deya ko'ngling og'rinmasin. Har holda Marg'ilon shaharda sening yuzingga keladigan o'g'lim, ularni yaxshilab tutib ol. Ko'nglini olishga tirish. Xo'p bo'ladi ota. Xo'p bo'ladi. Voy. Ana, senga xotiningiz kelayotgan emas. Endi mendan yana yiroqlashar ekansiz-da. Sizsiz menga bu dunyo. Sizsiz menga bu dunyo. Ketaman. Qizim, yo'l bo'lsin. Ketaman. Bas ketaman. Bu dargohni endi yelkamni chuquri ko'rsin. Zaynabxon, ko'zingizni bosing qizim, esingizni yig'ing. Qani, buni menga beringchi, bera qoling. Ha, barakalla. Menga qarang. Tuzukroq kiyimlaringizni kiyib oling. Baytovur kundoshingizni yonida uyalib qolmang-da. Mana bu choyni eringizga olib boring. Hay barakalla. Bora qoling. Kumush! Begim, Kumush! begim. Kumush! Bizning bu yerdaligimizni oyim va Hasan otadan boshqa hech kim bilmaydi. Ayniqsa Zaynab. Nima Kumush? Zaynab. Choy ichasizmi? Yo'q, rahmat, ichmayman. Men ichaman Zaynabxon. Keling. Siz ham o'tiring. Keling. Mening balo qazodagi ketib kelishimdan xafa bo'lgandirsiz. Nega xafa bo'lay? Siz kelmaganingizda o'zlari borar edilar. Bormas edilar. Men bilan urushib kelgan edilar. Shu kishi birov bilan urushadilarmi? Bir og'iz qattiq so'z deganlarini bilmayman. To'g'ri aytasiz-ku, bu kishida sira gunoh yo'q. Hamma ayb menda. Va arazimizga bir to'ng'iz sababchi bo'lgan edi. Kim balo ekan u? Bizning shaharning eng yaramasi. Eshitdingizmi? Yaqinda o'shani bir bek o'ldiribdir. Yo'q, ha, eshitdim. Xabarim bor. Bu xabarni eshitgan kunimdan buyon shu bekning haqida duo qilib kelmoqdaman. Rostdan, ha? Shunday. Kumush! Kumush!
Qani? Bolaginam ko'rmadasini berchi. Bo'ladi, bolam, bo'ladi. Shunga vaqt ketkazmasa bo'ladi, ko'rmasa bo'ladi. O'zing yaxshimisan? O'g'lim, Otabek. Bolaginam, xuddi o'zingga o'xshaydi. Xushbo'yvon, ko'zmunchog'i o'zimni. Hozir onajon. Labbay ota. Zaynab. Zaynab. Adalani olib chiqdingmi, bolam? Olib chiqdim. Olib kel, bolam. Habba. Qani bolam, qaynoqqa pishib olasan. Ustingga sut qo'shiladi. Habba. Barakalla. Ona bola yotinglar endi. Oyi, Ha bolam, oyi, ha bolam. Adala bordi oyi. Zaynab! Voy Zaynab! Otabekni chaqir, tez bo'l. Hozir. Tez bo'l. Nega bolaxon? Bilmadim bolam, boyatdan beri qiz yotibdi. Nima bo'ldi? Nima yegan? Ataladan bo'lak qilgani yo'q o'g'lim. Tabib chaqirtiraymi? Mayli bolam, yo'q, qatiq chilsakmi? Qatiqlarni bering. Zaynab! Voy Ota! Zaynab! Ota! Nimaga? Kumush keliningiz tuzatgan emish. Tabib chaqirtiring. Tez faqat. Kumush. Bering, qatiq bering. Kumush. Yaxshi bo'lasiz. Yaxshi bo'lasiz. Kumush. Bek, Habib. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kun nima xo'rak qilgan ekan? Ataladan bo'lak boshqa hech narsa yegani yo'q. O'sha taomdan qolgan bo'lsa, bersangiz. Hozir. Mana. Kumush. Hammasi yaxshi bo'ldi. Kumush. Bek, Tinchlikmi? zahar ichibdi. Kim beradi zaharni? Bilmadim bek. Men dafu uchun dori yuboraman. Bek, siz o'ylab ko'ring. Yaxshilab o'ylab ko'ring, bek. Bek. Bildim. Zaynab! Ha bolam. Kumush keliningiz zahar ichibdi. Zaynab! Ol buni! Ich! Zaynab! Yo'qol! Men qilmadim. Yo'qol! Zaynab! Men emas ota. Ishonib qoldim, men emas. Kumush kel Zaynab! Men qilmadim. La'nat sizga xotinga Men kel! qilmadim, bu mening ishim emas. Men emas. Voy bolam!
Kumush. Kumush. Kim u? Men kumushman. Zaynab, ket. Yo'q, men kumushman. Zaynab, ket. Kumushman men. Men kumushman. Kumushman men. Men kumushman. Kumushman men, kumush. Kumushman. 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 Qora ko'zlari, kamon qoshlari, kulib boqishlar, cho'chib qochishlar. Boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayinligilar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik allalar. Sizga armon bo'layin. Jayron bo'layin.
shuncha komanda bilan tugatib oldik. Birinchi chiqish debyut. Birinchi boshlab berdik. Lekin alhamdulillah natijasi yomon emas. Bilishimiz bo'yicha hamma yig'labdi. Hamma yig'labdi. Hammasi zo'r bo'ldi. Menejment Video oldingizmi siz? Video oldingizmi? Video oldim, faqat oxirgi 10 minutda pamiyatim to'ldi. Boshqa telefonda davom ettirdim. Ana, videosini ham qo'yamiz albatta. Kuzatishni davom etinglar, azizlar, juda ham ajoyib. Azizlar, biz xonadamiz. Hamma narsa yig'ildi. Bolalar cho'ta sal kayfiyati yo'q. Amiti Zaynab ham mana yig'lab oldi bitta-ikkita. Agar boy rostdan boshiga prosta tegib singanda alamidan yig'laydi. Mana bu yoqda Bobur, mana bu yoqda Sizni media. Xullas, azizlar. To'g'risi, haqiqatdan mana ko'rdinglar kadrlarni. Haqiqatdan Otabek Kumush to'g'ri bir ikki kamchiligimiz bor, lekin yorvordik-da, qo'pol qilayotganda yorvordik. Mikrofonlar hamma narsani qildik. Bizda kamida ikkinchi o'rin borda yana umid qilib turdik. Bir, chunki qiyinroq edi, lekin birga arziydigan rol qilingan. Nu, ishonasizlarmi? 3 ta o'rin ham bo'lmadi. 3 ta 3-o'rin, 2 ta 2-o'rin, bitta 1-o'rin qilishdi. Bizda esa eng yaxshi musiqiy qani mana. Eng yaxshi musiqiy ta'minot nominatsiyasini berishdi. Ma'noni qarang, eng yaxshi musiqiy ta'minot. Mayli azizlar. Nu, muhimi o'zimiz uchun arxiv qoldi. O'tgan kunlarni yorib o'rgan degan narsa yana o'zimizda qoladi. Otabek Kumush, Zaynab, bu yoqda ota-onasi, chaqaloq, kosali sinishi o'zimiz uchun arxiv bo'lib qoldi. Talabalik oltin davr degan mana shunisi bilan. Biz o'zimiz uchun maza qildik. Hammaga rahmat. O'z davrining eng zo'ri bu menejment fakulteti. Hozir oxirgi o'sha kadrni qo'yib yuboraman. 1, 2, 3. O'z davrining eng zo'ri menejment fakulteti.